Ma. Assalomu alaykum bozor trendi kanali obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Biz bugun Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Nabakani naslchilik mol fermasida biza hurmatli muxlislar, tomoshabinlar sotilayotgan yaxshi mana shu buzov bu, hurmatli akalar. Videoga bittadan like bosib qo'yamiz akalar. Malol kelmasa sizlardan yordam akalar. Bittadan like bosamiz. Bugun 29-oktyabr 2025-yil. Nabakani fermasida biza Kitob tumanida. Assalomu alaykum Laziz aka. Charchamayapsizmi? Rahmat. Hurmatli akalar, onasi sotilmaydi-yu, bolasini ko'rsatib beramiz. Sotiladi bolasi. Endi onasini ham ko'rsatib beramizda, ko'plar onasi qanday ekan deydi. Mana hurmatli akalar. Bu привизный sigir. Mana buzov. Hozir otasini ham ko'rsatib beraman. Laziz aka necha oylik? 2 oylik bilan 6 noyabr kuni 2 oylik bo'lar ekan akalar. Toza girman. 7 ta sut ichib turibdi bir kunga deyaptilar. Kepak, ko'kbeda. Hurmatli akalar, ekrandagi telefon nomeriga aloqaga chiqasizlar. Bitta ko'rsataymi Laziz aka otasini? Mana shumi? Ha? Mana hurmatli akalar. Katta nasllik, toza german buqa. Malla mana bu navesti pastiga soyaya rangi qorada ko'rinyapti hozir. Mana shu. Buzov. Hozir narxini ham aytamiz akalar. Kelishtirib. Kommentariy qoldiramiz akalar, iloji bo'lsa. Ma. Ancha chiqmagan ekan zagondan. Yayrab qoldi. Hurmatli tomoshabinlar, qaranglar narxini 22 million o'tib beradigan joyim bor deyaptilar. Bemalol behujalat telefon qilib savdo qilaveringlar. Yaqin o'rtadagilar bo'lsa kelib ko'ringlar. Farqi yo'q, telefondan ham bitadi. Hurmatli akalar, faqat bir narsani aytaman, buni narx qo'yishda buzovni sifati ota-onasidan kelib chiqqan holda bunga mana shu baho aytilyapti akalar. Buzovni sifati ota-onasini ham, ota-onasidan ham kelib chiqqan holda shu narx aytilyapti akalar. Osmondan olib qo'yilgan yo'q bu narx. Bemalol narx-navoni boshqa viloyatmi yo boshqa firmalarga taqqoslab ko'rib olaveringlar. 22 million so'm o'tib beradigan joyi bu deb. Hozir buzov zagonga yurgan, begona joyga qisilibroq yuribdilar, o'zini qo'yib yorgan yo'q. Mana shu otasi. Buni ham onasi 30 ta, 35 ta sut bergan sigirni balasi mana shu ham. Buni nechta sut beryapti? Ketib qoldim deyman. 20 tami 25 ta sut beryapti dedilar. Bo'yaroq. Xullas akalar, mana shu buzov, yana bir telefonlashinglar, bir ikkita urg'ochilari ham bo'lsa agar. Bu erkak, buqacha. Mana bu navbatdagi bu ham nasllik buqa. Laziz aka, buni nechta sut beryapti dedingiz? Buni 25 ta sut beraman. 25 ta. Ha, yaxshi. Hurmatli akalar, xullas telefon qilasizlar, muomalaga qarab kelishtirib beradilar. Ma. Ha, toza.